Assalomu alaykum azizlar. Men Fazliddin Yoqub Xorizdan, Amerikadan Tarix Omonatlar kanali va gruppasi. Bismillahirrohmanirrohim. Ha azizlar, quvonchli xabardan boshlashimiz kerak. Ramazonda birinchi 10 kunligi ketib, ibodatlar qabul bo'lsin. Ikkinchi 10 kunligi boshladi. Butun ummati Muhammadiya, insoniyat, dunyodagi xalqlar hamma uchun xayrli bo'lsin. Chiroyli o'tkazib olaylik. Endi ikkinchisi, G'azoda o'tgan yili qiyinchilik bilan, ajoyib bir musibatlar bilan, bombardimon bilan Ramazonni yig'lab o'tkazayotgan xalq bu yil ozgina bo'lsa ham kulib, xursandchilik bilan nafas olib o'tkazmoqda. Uchinchisi, Ukraina urushi bir oy, 1,5, 2 oy ichida orqaga qaytish boshlandi, lekin matonat bilan turishgan bo'lsa ham Allohning izni bilan ular nima qilishyapti? Oxirigacha kurashamiz deb turibdi, lekin yordamlar ancha kesilgan. Yevropa yonida turibdi, Angliya, Fransiya, boshqa nimalar ham. Shunandaqa bir noxush xabar. Lekin ishtahasi karnay bo'lib qolgan Putin shu 2,5 kun ichida 300 ga yaqin raketalar otdi. Havodan qiladigan hujumdan yuksak bo'lib turishibdi. Uchinchisi, bo'layotgan Suriyadagi holatlarni ko'pchilik so'rabdi. Suriyada ahli sunna val jamoadan mujohidlar nomi bilan bir taxtga chiqib, hokimiyatni boshqarib, hamma millatlar, hamma dindagi insonlarni baxtli qiladigan bir chiroyli bir rejalar bilan chiqib harakat boshlashgan. Buni ko'rgan insoniyat dushmanlari, islom dushmanlari, arab dunyosi, Suriyani dushmanlari har xil g'alamis niyatlari bilan o'zlarining tashviqotlarida har xil teatr o'yinlar qilib, mazhabchilik urushi boshlandi, qirg'in barot bo'lyapti, alaviylarni qatliam qildi degan bema'ni narsalarni tarqatib, ularni obro'sizlantirishga harakatlar bo'lyapti. Ko'p to'xtamamiz bunga ham. Juda vaqtimiz oz. Bugun ikkinchi 10 kunlik boshlangan bo'lsa, bilasizlar, iftorga yaqin qoldi. Iftordan keyin taravihga ketamiz. Hozir juda ozgina vaqt bor. Shu vaqtda foydalanuvchicha ko'rinish berib, 10 kunda bir chiqaman dedim, chiqish qilay dedim. 6 kun burun video qilib chiqish qiluvdim. Kreml bezovta, xavotirda. Bizni faollarimizni apreldan boshlab nimadan keyin Qomash O'zbekistonda bu yana o'zi g'ajib, o'zini tashviqotini o'tkazib, 30-37 yillardagi holatda olib kelib, bizdagi xoinlar, sotqinlar tomonidan bir ishlarni qilmoqchi degan bezovtalik xabarni aytgandan keyin hech kimdan ses chiqmadi. Ular bu rohat rasvo chiqargan videosini tarqatyapti. Mana Allohning izni bilan bugun ozodlik maydonga chiqib, faollarimizni qutqarib, o'zbek xalqini, o'zbek faollarining yonida turib, juda chiroyli chiqish qildi. Bu chiqishda Zarifboy Ibaydullayev, hurmatli professorimiz, xalqi davlati vataniga sodiq, Rasul Kusherboyev, Onoraxonni ham gapirtirishdi, Ilyosjonni ham, Abdurahmon Tasanovlarni ham juda chiroyli bir ko'ringlar, havas qiladigan nima bo'ldi. Ozodlikni reklama qilmayapman. Nihoyat shu ko'rsatuv yoqdi menga. Endi ko'ryapsizlarmi? Xalqimizni, faollarni himoya qiladiganlarni biz har yerda olqishlaymiz. Endi vatan ichida tezlik bilan Zarifboy Ibaydullayev professorimiz taklif kiritdi. Shu taklifni qo'llab-quvvatlab men ham aytmoqchimanki, tezlik bilan mustaqil olimlarni uyushmasini, tashkilotini tuzish kerak. Mustaqil olimlar uyushmasiga faollar, vatanparvarlar, vatan ichi tashqarisidagi olimlar, yozuvchilar, hatto davlatda ishlayotgan mutasaddi ichki ishlar va parlament boshqadan ham otilib chiqib, bu yerda diqqina so'ppag'onlab yoqqa chiqib faoliyat ko'rsatib, o'sha Xitoy to'g'risida chiqish qilmayapsiz deydilar. O'sha Xitoy kelishi, boshlangan ishg'ol qilishi, bu o'yinni buzib, sindirib tashlash uchun tezlik bilan shu tashkilot uyushmani tuzib, hukumatni boshqasini ichidagi vatanparvarlar va xalqimiz birlashib turib, shuni tezlik bilan bartaraf qilishimiz kerak. O'sha Xitoy balosini kelib joylashish, samolyot sotib olish, samolyot ishoq qilish ishlarini. Tilimizni ham, qonunimizni ham hurmat qilmasdan nima qilyapti? Keyin Kremlga xizmat qilayotgan xoinlar, josuslar o'rtaga chiqib qolyapti azizlar. Yaqinda oz qoldi kimligi. Shuning uchun biz birovni ontarib, to'ntarib, bu ko'ramiz demadik. Ishlaydigan hokim bo'lsa ishlasin, o'zini oxlasin, tuzatsin. Ministr bo'lsa, prezident bo'lsa, parlament, senat bo'lsa oxlasin. Kremlga ishlamasin, Xitoyga ishlamasin. Xalqimizga, vatanimizga sodiqlik ko'rsatib, fursat keldi. O'zini oxlab qoladigan, butun gunohlari kechirilib ketadigan qadamlar tashlasin, biz xalqimiz ajoyib bir haq kechirib yuboradi. O'g'irlangan narsalar joyiga qo'yilsin.
bugungacha qilingan xatolarga tavba qilinsa Alloh ham kechiradi. Muborak Ramazonda turibmiz. Ramazondan keyin aprelda qirg'in barot qilib, Kremlni xursand qilib, xoin sotqinlarni plani amalga oshib, vatanning ichida faollarimiz qomab boshqa qilmasin, qilishiga yo'l qo'ymaylar. Xitoyda ham to'xtataylik, Kremlda ham ovozni o'chiraylik. Hech kim tashqaridan haddini bilib, bu millatga, bu davlatga sayg'isizlik qilolmasin, hurmatsizlik. Shuning uchun azizlar, men chiqadigan mavzum juda ko'p edi, yig'latadigan xabarlar boshqalar bor edi. Eng alam qiladigan narsa yozib, chizib Xitoy to'g'risida boshqa to'lib ketdi, hamma yo'q. Nafisaxon degan qo'qonli bir qizimiz nima bo'libdi? Erga tegibdi bitta Xitoyga. U Xitoy islom dinini ham qabul qilmagan, boshqa qilmagan. Bu yerda mavzuda u Nafisaxonga ko'rsatmoqchi emasman. Koreyaliklarga, Xitoyliklarga, xorijliklarga erga tegish ishlari Samarqand, Farg'ona, Andijon, Toshkentda ancha kuchayganligini yozishyapti. Men vatan ichida emasman. Bu narsalarga qarab turib bitta fikrga keldimki, dinga qarshi 27 yil Iyak Karimov degan diktator zolim kurashdi. Mana natijasi. 8-9 yil ichida mana hozirgi hukumat, parlament, senatda ham bo'lar bo'lmas qonunlar bilan cheklayapti. Mana natijasi. Dinni bilmagandan keyin u buddizmi, Xitoymi, qassobmi, terroristmi kim bo'lsa yerga tegib ketaveradi. Ajdodlarimiz o'zligimizga qaytish degani u dinimizga qaytish, dinimizni bilish, o'rganish. Masjidlarda haydab chiqarib ketyapti ekan. Ha, qanchadan qancha bolalarni. Sen 18 ga to'lmading deb. Mana kelyapti videolar. Shu hukumatda, shu davlatda, shu yangi O'zbekistonda bo'lyapti. Qaranglar bunga. O'sha olimlar uyushmasi, o'sha faollar, vatanparvarlar uyushmasini tezlikdan tuzib, bu narsalarni bartaraf qilish ishini Ramazondan keyin kechiktirmasdan boshlash kerak. Hazillashmayapman. Ichki ishlar ham kirsin, DXXdagi ham vatanparvarlar, prokuror, tergovchilar ichida vatanparvarlar qolgan bo'lsa kirsin. Xalqimiz ham tezlikdan, yoshlarimiz g'ayratli ekan. Maşallah qo'rqmaydigan ekan ular. Ona shular qo'shilsin. Undan tashqari Namangandan keldi bu xabar. İçki ishlar gvardiyachilar qora kiyim qo'qitadigan avtomatlarni eshik-eshik yurib, tintuv qilib, qurol bormi, tinchlik osoyishtalikni ta'minlaymiz. Hukumat qarori tepadan keldi buyurdi deb tintuv qilyapti ekan eshiklar. Ertaga Farg'ona, Andijon, Toshkentgacha o'tib aylanib bu ham qurishi mumkin. Bunaqa narsalarni to'xtataylik. Biz bu narsalar tezlik bilan hokimdan, hukumatdan, prezidentdan, parlament chaqirib to'planib, Ramazondan keyin talab qilaylik. Hamma faollar qamalmaydi. Bizi vatan mustaqil bo'lib qoladi. Xitoy ishg'ol qilmaydi, chiqib ketsin bular. Kremlda ham manaqa o'yin qiladigan videolariga ana jurnalistlar uyushmasi boshlig'i Sherzod Xo'jami, Qudrat Xo'jayev Toshkentda maqtovdilar. Prilepinga qarshi chiqqanda. Mana chiqsin hozir. Nima qilyapsan ey Moskva, Kreml? Kim tayyorladi buni deb maydonga chiqib jang qilmaydimi? Ana qahramon bo'ladigan holat keldi. Vatanda haqiqiy faxriy insonlar bo'ladigan. Shuning uchun azizlar, bu fursat hazil emas. U erga chiqqan qizni ham tepib, so'kib, urib, tupurib ketishdi o'rniga. Bularga nimaga shu holga tushdi? Asosiy sababchisi kimlar, nimalar? Hukumatning yangi siyosatimi, yangi qilingan dinga qarshi hujumlarmi deb turib, bu narsalar tezlik bilan oldini oladigan vatanparvarlar, faollar, olimlar, yozuvchilar, butun fidoilar faollarni uyushmasini tezlik bilan tuzib, hammani qabul qilish kerak. Hamma vatanparvarlik bilan bu narsaga javob berib, prezident javob bersin bu narsaga. Hokimlar javob bersin, ministrlar, tashqi ishlar, hamma chiqsin, jurnalistlar chiqsin. Nimaga jim turishibdi? Nimaga bu narsalar davom etyapti? Qachongacha O'zbek va O'zbekiston xor bo'lib bunaqa holat davom etadi? Yetar endi. O'zligimizga ham qaytamiz, dinimizga ham tiriltiramiz, mustaqilligimizni ham qo'llab, Xitoyni ham haydab chiqaramiz, Moskvani ham unni o'chiramiz va biz o'zimizni haddini bildirib qo'yadigan darajadagi millatligimizni isbotlaymiz. Kelinglar azizlar, xorijdagi 20 million o'zbeklar sizlar bilan, xorijdagi turkistonliklar sizlar bilan, xorijdagi Turon xalqaro tashkilot sizlar bilan. Kelinglar, mana shu narsalarga qarataylik. G'arazlar, dushmanchiliklar boshqani yig'ishtirib turib, vatan xavf ostida, millat, qadriyatimiz, tariximiz, dinimiz, farzandlarimiz xavf ostida. Oldini olaylik azizlar. Muborak Ramazonning 2-Ramazoni hayajonli boshlandi. Uzr. Men ham iftorga kech qolmay, Allohga omonat bo'linglar. Buni tarqatib, albatta bu narsani laykini ham bosib, cho'qqacha aytmagandim bu narsani. Bu juda ham muhimligi uchun aytyapman. Faollarimiz, katta kichik xorijiy vatan ishchilar bilan tezlik bilan mana shunday narsalarda faol bo'lib, safda hammamiz vatan oldida safda birga turaylik. Aytyapmiz, qaysi rahbar bo'lsa ham o'zini oqlab oladigan fursat keldi. Bu qo'qqali, xoinlik, pulni olib qochib ketsa bunaqa gaplar kerak yo'q. Allohga omonat bo'linglar.
Bu ishni ham bajaraylik. Assalomu alaykum va rahmatulloh.